Men uni qo'yib yubordim. 5 oydan beri na telefon qilib mendan xabar oldi va na SMS yozdi birinchi bo'lib. Har safar o'zim unga yozaman. Bugun esa uni qo'yib yuborishga qaror qildim. 2 kundan keyin sen bilan ko'rishib gaplashib olamiz degan odam 5-kuni yo'q bo'lib qoldi. Istoriyasini ko'rsam, Yevropaga chiqib ketibdi. Shundan keyin men unga yozdim. Boshqa seni eslamayman, boshqa senga yozmayman. Точнее sizga. 5 oydan beri bir marta ham telefon qilmadingiz. Men xohlayman meni eslashlarini, mendan xabar olishini, nima qilyapman, nima yeyapman, kim bilanman, qayergaman, shularni so'rab turishini xohlardim. Lekin har safar bo'ldi, endi sizni kutmayman deganimga qanaqadir bahona topib 2-3 kundan keyin yana yozardi. Masalan, dokumentlaringni tasha, green cardni tekshirib beraman. Ili qanaqadir yana bitta bayram chiqib qolsa, bayram bilan tabriklab. Eng qizig'i, men unga javob yozaman, u o'qimaydi. Faqat u yozganini o'qiladi, unga javob beriladi, u umuman o'qimaydi. Meni esa hayotim faqat uni kutish bilan o'tib ketibdi. Sizlar nima qilgan bo'lardingizlar? Undan ham qizig'i, bo'ldi, sog' bo'ling, baxtli bo'ling deganimga, "Hay, mayli, sen ham baxtli bo'l" deb bugun yana yozibdi.